Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Men Shahrisabz davlat pedagogika instituti pedagogika fakulteti boshlang'ich ta'lim nazariya kafedrasi o'qituvchisi Raimova Dilfuza Abdunabiyeva bo'laman. Boshlang'ich ta'limda tarbiya fanidan bugun biz sizlar bilan darsimizni boshlaymiz. Mana darsimizning mavzusi bilan tanishtiraman sizni. Mavzumiz o'quvchilarda ijobiy fazilatlarni shakllantirish. Rejamiz muvaffaqiyatga erishish yo'llari. Birinchisi, ikkinchi rejamiz o'quvchilarda ijobiy fazilatlarni shakllantirish. Qani muvaffaqiyatga erishishda quyidagi hayotiy qoidalar sizga yordam beradi. Aziz talabalar, muvaffaqiyatga erishish uchun birinchi navbatda insonda tirishqoqlik bilan harakat qilish, muvaffaqiyatga erishish uchun xilma-xil g'oyalarni o'ylash, tavakkalchilik muvaffaqiyatning asosiy omillaridan biri hisoblanadi. Mana muvaffaqiyatning oxirgi yo'li bu oxirgi yo'l ekanligini unutmang. Askariyatik insonlarning hayoti va karyerasi shuni ko'rsatmoqdaki, muvaffaqiyatning asosiy kaliti bu vaqtni to'g'ri taqsimlashdir. Mana biz Warren Buffett 100 minglab xodimlarga ega kompaniyalarga egalik qilgan bo'lsa-da, o'z vaqtini to'liq ishga bag'ishlamagan. Milliarderlarning so'zlariga ko'ra, u ish vaqtini 80% kitob o'qishga, fikr yuritishga sarflagan. Bunda sarflangan vaqt to'g'ri qarorlar va biznesni muvaffaqiyatli yuritish uchun zarur bo'lgan bilimlar bilan ta'minlangan. O'zining har kunini minnatdorchilik kundaligini yuritish bilan boshlaydi. Bunda u nima uchun hayotda minnatdor ekanligiga doir 5 sababni qog'ozga tushiradi. Bu esa Oprah Winfreyning so'zlari. Qaror qabul qilayotib, bunda nimalar kutilayotganini yozib borgan. Bir necha oydan keyin esa ularni amaldagi natijalari bilan taqqoslab ko'rgan Peter Drucker. Qiziqishlaringiz bo'yicha suhbatdosh toping. Qarang, mana o'zi insonda ijobiy fazilatlarni shakllantirish uchun inson o'ziga qiziqishlari bo'yicha suhbatdosh topish kerak. Qator yetuk shaxslarning tajribasi shuni ko'rsatmoqdaki, boshqalar bilan muloqot vaziyatiga boshqa tomondan qarash va hatto mutlaqo yangi narsalar yaratishga yordam beradi. Ilm kishilarni yomon odatlardan, razil ishlardan asraydi. Ilm bilan shug'ullanish har bir inson uchun hech qachon kech bo'lmaydi deb aytadi mana buyuk olimimiz Davoriy. Qarang, Aflotundan qancha vaqtgacha ta'lim olish, ilm o'rganish